Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men yana o'sha Aziman. Bolalar, bugungi videoda biz rostdan ham alfa versiyada Herobrine bormi yoki yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Agarda videoga tayyor bo'lsangiz, bo'lmasam biz videomizni boshlaymiz. Mana bolalar, biz videoni boshlab oldik. Biz doimgidek birinchi bo'lib daraxt chopishdan boshlaymiz. Bizga daraxt kerak bo'ladi hali. Ko'pchilik aytgan alfa versiyada Herobrine bor, Herobrine alfa versiyada uchraydi. Biz buni bugun tekshirib isbotlab qo'yamiz. Herobrine rostdan ham bormi yoki yo'qligini. Qani biz hozir daraxtlarni chopib olamiz. Hozir bizga yana ozgina daraxt kerak, ko'p daraxt ortiqchalik qilmaydi. Oy, yetadi. Sizlar ham eshitdinglarmi? Nimanidir ovozi keldi yoki mana bu cho'chiqning ovozi keldimi? Bilmayman, menga nimanidir tovush keldi. Xo'sh, biza nastroykasi ham sal boshqacharoq ekan. Bu versiyani xo'p, mayli, hozir biz versiyaga yasaymiz va bizga kerak bo'ladi hozir kirka va biz bundan hozir toshga ulab olishimiz kerak. Xo'sh, hozir nimaga buni buzyapman? Menga hozir kerak bo'ladi-ku. Hozir biza toshlarni olishimiz kerak. Xo'sh, mana bizga shuncha tosh yetadi, ortib ham qoladi. Hozir biz topor yasaymiz va bitta kirka yasab olsak, mana bo'ldi. Endi biz bu yerdan ketishimiz kerak. Hozir mana shu tog'ning tepasiga chiqsam, atrof yaxshiroq ko'rinadi. Qani, hozir chiqamiz. Xo'sh, ko'mir topdim. Ko'mir kerak bo'ladi bizga hali. Tak, hozir olamiz ko'mirlarni. Qani. Tak, menga aytishlaricha shu tog'larning tepasida Herobrine ko'p uchraydi deyishgandi. Menimcha biz o'rmonga kirmasdan tog'larning tepasida yuramiz, chunki ko'rgan bo'lsanglar ham, o'zinglar ham ko'rgansizlar, Herobrine haqida ma'lumotlarda faqatgina ko'pincha tog'larda uchragan Herobrine. Shuning uchun biz hozir faqat tog'da sayr qilamiz. Tog'da Herobrine'ni qidirib yuramiz. Tak, hozir baribir o'rmonga tushsak, o'rmonda unchalik uchramasligi mumkin. Mana bu yerda ham ko'mir bor ekan. Bizga ortiqcha ko'mir zarar qilmaydi. Xo'sh, qani bularni ham tezroq yig'ishtirib olamiz. Kakras ko'mirlar ham juda ham ko'p ekan bu yerda, bizga juda ham kerak bo'ladi ko'mirlar hali. Xo'sh, endi biz mana shu tarafga yo'l olamiz va ketishini kutamiz. Kechqurun Herobrine ko'proq uchraydi. Negadir bu yerlarda hayvonlar ko'rinmayapti, bizga esa ovqat kerak. Qornimiz hali zamon ochishi mumkin. Tak, mana bu yerlarda qo'ylar bor ekan. Hozir biz bularni hammasini o'ldiramiz. Tak, qani, yugur. Mana qo'y topdim, lekin buni bolasi bor ekan. Mayli, hech nima qilmaydi. Bizning qornimiz juda ham ochib ketadi va mana bu qo'zi yetim qoldi. Hozir men bu qo'zichoqqa yaxshilik qilaman va yetimlikdan buni ozod qilaman. Mana bo'ldi. Do'stlar, noto'g'ri tushunmanglar, men shunchaki uni yetim qolmasin dedim-da. Qani, hozir bularni ham o'ldirib olamiz. Negadir yaxshi ishlamayapti. Menimcha Herobrine yaqin atrofda yuribdi. Xo'sh, menimcha bu yerlarda boshqa qolmadi. Ana bu yerda g'or bor ekan. Hozir biz bu yerdan divan yasasak bo'lar ekan. Aytgancha bu eski versiya bo'lganligi uchun bu yerda faqat shu divan bo'ladi xolos. Hozir biz ovqatlarni qovurib olamiz. Bizning qornimiz juda ham ochib ketdi. Xo'sh, endi bular pishguncha biz nima qilib turamiz? Shunchaki o'tirishdan foyda yo'q. Xo'sh. Boshqa hayvonlar qolmadimi? Kech ham, hali juda ham erta ekan ketishiga. Hozir biz mana bu yerdan hayvonlarni o'ldirib kelamiz ungacha, ovqatimiz pishguncha. Ko'p ovqat zarar qilmaydi, chunki qornimiz tez ochib qoladi bunaqa yurishda bizani. Xo'sh. Hozir bu yerda tovuq ko'rgan edi. Mana bu yerda ekan. Topolmabman va bu yerda yana bitta qo'zichoq bor ekan. Qo'zichoq emas, katta qo'zi. Xo'sh, bu yerdan biz mana bu ko'mirlarni ham ozgincha olsak yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Nega men o'zi bunday o'ylayman? Menda tosh kirka bor-ku. Qayerdandir o'rgimchakning ovozi eshitilyapti, lekin qayerda? Yon atrofda o'rgimchak yo'q-ku. Bilmadim.
Mayli, biza hozir tezroq ovqatimizni oldiga boraylikchi. Bularni ham o'ldirib ketamiz. Qani. Tushib ketmasin tag'in. Yaxshi. Xo'sh, endi biza bularni ham hozir bularni olamiz va bularni ham hozir pechkaga solib qo'yishimiz kerak. Avval qorinni to'ydirib olamiz. Xo'sh, mana endi qolgan ovqatlarni ham biza qovurib olishimiz kerak. Biz ungacha esa shaxtaga tushib chiqamiz hozir. Qani bu yerga kirsa bo'ladimi? Hozir biza fakel yasab olishimiz kerak o'zimizga. Bu yer juda ham qorong'u. Xo'sh, menimcha u yerga borib bo'lmaydi va u yoq yopiq zona ekan. Xo'p, mayli, biza boshqa shaxta qidirib ko'ramiz. Hozir mana bu yerda bir shaxta ko'rgandim, adashmasam. Xo'sh, hozir bu yerga kirib ko'ramiz. Xo'sh, yo'q, men bu yerni shaxta deb o'ylabman, lekin bu yer ochiq zona ekan. Xo'sh, mana bu tovuqni ham o'ldirib qo'yamiz har qarshiga. Xo'sh, bu yerda taomlar pishibdi ovqatimiz va endi bularni ham qo'yib qo'yamiz. Va endi bularni ham hozir bularni olamiz. Xo'sh, endi bular pishishini kutamiz va keyin biza yo'lga chiqamiz yana bir bor. Xo'sh, atrofda hozirchalik Xerabrin ko'rinmayapti. Qani. Mana bo'ldi. Endi biza buni olib yo'limizda davom etamiz. Xo'sh, endi biza pastga o'rmonga kirib ketamiz. O'rmonda ham uchrab qolishi mumkin, lekin kamdan kam bo'ladi uchrashi. Hozir bu yerlarda daraxtlar juda ham ko'p ekan. Bu yerda adashib qolish amri mahol. Bu yerda o'rmon tugamas ekan bolalar. Shuning uchun hozir biza tog'dan ketganimiz ma'qul. O'rmonga kirib ketamiz desak, tugamas ekan o'rmon. Hozir bu daraxtni ham chopib olamiz. O'zi nima deydi, daraxtimiz oz qolibdi taxtamiz. Xo'sh, endi biza toqqa yana chiqib ketishimiz kerak. O'rmonga tushsak adashib qolamiz. O'rmon hali beri tugamas ekan. Xo'sh, nimagadir sakramayapti ham. Bilmayman nimaga. Xo'sh, endi hozir biza shu yoqqa chiqqanmiz. Nimagadir umuman sakramayapti. Xo'sh, mana bo'ldi. Endi biza kech tushguncha shu tog'ni atrofini aylanib yuramiz. Xerabrin chiqib qolishi mumkin. Hozircha hali Xerabrin o'zini ko'rsatgani yo'q, lekin qachondir baribir o'zini ko'rsatadi bu Xerabrin. Xo'sh, ungacha biza aylanib yuramiz, shu atrofni qidirib yuramiz. Qani. Kechqurun ham tushay deb qolibdi. Hozir biz endi o'zimizga yashiringani joy topishimiz kerak. Kechqurun zombilar juda ham ko'p bo'lib ketadi. Bu yerda hayvonlar o'z oyog'i bilan meni o'ldir deb kutib turgan ekan. Hozir hammasini o'ldiramiz. Qani. Yaxshi. Qani endi buni ham o'ldiramiz. Qayoqqa ketding? Bu yoqqa kel. Lekin cho'chqaga tegmaymiz. It's haram. Xo'sh, bularni hozir o'ldirib olamiz. Bularni ham. Xo'sh. Qorong'i ham, kech ham tushyapti bolalar. Biza tezroq yashiringani joy topishimiz kerak. Bu versiyada menimcha zombilar juda ham ko'payib ketadi. Xo'sh. Tezroq biza berkinishimiz kerak. Lekin shu kech tushgandan foydalanib biza shaxtaga tushamiz, chunki shaxtada Xerabrin ko'p uchraydi. Ana bu. Menimcha bug bo'lib qolibdi. Tak. Hozir biza baribir Xerabrinni topamiz. Bu yerda temir bor ekan. Hozir temirni ham qazib olamiz. Bilin. Qandaydir gaplarimdan adashib ketyapman. Hozir bularni ham qazib olamiz. Bizga temir hozirda ayni kerak bo'layotgan edi. Xo'sh, mana shuncha ekan bu yerda temir. Yana nimagadir sakrab bo'lmayapti. Hozir mana shu yoqqa borib ko'ramiz. Bu yerlarda menimcha bu yer hozir ko'ramiz. Fakelim tugadi. Qani hozir yana bir ko'proq fakel yasab olishimiz kerak. Biz ko'proq
Qani. Oy, qani. Oy, juda ham ko'p fakil bo'lib ketdi. Oy, bu yer yopiq joy ekan. La'nati mayli, hozir boshqa joylarga borib ko'ramiz. Oy, jin ursin, Creeper kelyapti. Qochamiz. Mana shu yerda buni yo o'ldiramiz yo portlatib yuboramiz. Nimagadir buni urib bo'lmadi bu Creeperni. Bilmayman nimaga. Xo'sh, bu yerlarga boramiz hozir. Mana shu yoqqa negadir Herobrine hali ko'ringani yo'q. Lekin hozir endi birinchi kun o'tmoqda. Hozir endi biz bu shaxtadan chiqib ketamiz. Qani endi biz yana boshqa shaxta topishimiz kerak. Qorong'ular ham tushib bo'libdi. Xo'sh, qani hozir bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Endi esa biz yana bir shaxta topamiz. Oy, jin ursin. Ana bu yerda hozirgina nimadir ko'rindi ko'zimga, yoki sizlarga ham ko'rindimi? Qandaydir ko'z yonib turgani ko'rindi. Bu menimcha Herobrine deb o'ylayapman, lekin ko'zimga ko'rindi yoki rostdan ham Herobrine edi. Bolalar agar ko'rgan bo'lsanglar kommentariyaga ko'rindi deb yozib qo'yildiringlar. Bilmayman, meni ko'zimga ko'rindimi? Mayli, yo'lda davom etamiz. Biz hozir yashab qolish uchun birorta joy topishimiz kerak. Pana joy. Jin ursin. Nima, zombilar shuncha masofadan ham ko'rishni boshladimi? Jin ursin. Juda ham uzoq masofadan ko'rishni boshlabdi. Oddiy Minecraftda katta versiyalarda bunday uzoq masofadan ko'ra olmasdi lekin. Qochamiz endi, qochamiz. Orqamizdan kelmayaptimikin? Oy, jin ursin, tushib ketishimga ozgina qoldi. Jin ursin. Hozir endi biz bu yoqqa boramiz. Jin ursin. La'nati. Mayli, bir ikkita zombini o'ldirsak hech nima qilmaydi. Qani o'zimizni o'rvinimiz ko'payadi. Qani bu yoqqa kel. Qani kela qol, la'nati zombi. Qani kel, birga bir urushasanmi? Mana senga. Mana. Qani? Mayli, mana. Oy, jin ursin. Qo'rqib ketdim. Mana senga la'nati. Jin ursin, qo'rqib ketdim nima ekan deb. To'satdan paydo bo'lib qolganini buni. Qani mana senga, mana. Qani kellaring la'nati zombilar. Jin ursin, qo'rqib ketdim nima ekan debman. Oy, jin ursin. Hozir endi biz yo'limizda davom etamiz. Hali ham yuribmiz, lekin Herobrine ko'ringani yo'q. Jin ursin, bugun erta ko'rinib qolarmikin yoki bu shunchaki yolg'on ma'lumotlarmi? Oy, jin ursin, ana u ko'rib qoldi skelet. Qochamiz yo kamonini olamizmikin? Nima deysizlar, bolalar, kamonini olaylikmi? Qani hozir o'ldiraman. Qani, hop. Oy, jin ursin, qanaqasiga tegdi hozir o'qqa? Men qochib urayotgan edim-ku. Skeletlar shunaqa darajaga yetdimi? Jin ursin. Xo'sh, endi biz yo'lda davom etamiz. Qani ketamiz. Soy tushib ketmasligimiz kerak biz hech qayerga. Xo'sh, bu yoq o'rmon, bu yerda adashib qolishimiz aniq. Xo'sh, endi biz mana bu tog'ning tepasiga chiqqanmiz. Oy, jin ursin. Xo'sh, qani mana bu yerda g'or bor menimcha demoqchi edim, lekin bu yerda g'or yo'q ekan. Ko'zimga g'or bo'lib ko'rinibdi. Nimaga sakramayapsan? Xo'sh, bu yerga chiqib olamiz qani. Oy, jin ursin, ana bu nima bo'ldi? Hozir qani boraylik-chi, nimadir ko'rindi menga u yerda. Bilmayman, ko'zimga nimadirlar ko'rinyapti desam, u yerda gul bor ekan bolalar. Oy, jin ursin, shunisi yetmay turuvdi endi shu kichkina o'rgimchak. Xo'sh, endi biz tepaga chiqib olamiz. Qani, battar bo'l. Creeper o'zi bilan birga Spiderni ham olib ketdi, o'rgimchakni ham. Oy, bu yerga qanday tushamiz? Juda ham baland bu yer. Oy, yaxshi tushib ketmadim. Oy, jin ursin, nimagadir palakat kun bo'lyapti. Yaxshi boshqarib bo'lmayapti buni. Bilmayman nimaga bunday bo'lyapti. Oldin bunday bo'lmagan edi. Oy, bu yer juda ham baland ekan bolalar.
Nima deysizlar? Xo'sh, bu yerda bizani divonimiz bor edi, aytgancha biza oldinroq uxlasak bo'lmasmidi-ya? Mana shu yerda tepasida uxlaymiz. Xo'sh. Yorug' ham, tong ham o'tdi, yorug' ham tushdi. Hozir biz mana bu yerga turib olamiz. Qani. Va bu yoqqa qaraymiz-da. Kamerani o'zimizga to'g'rilab olamiz. Mana bolalar, bir kun o'tdi, lekin Xerabrine ko'ringani yo'q. Bu yolg'on mishmishmi yoki yo'qmi bilmayman, chunki biz faqatgina bir kun yashab ko'rdik. Agarda videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi qismida menimcha Xerabrine uchraydi degan umiddaman. Bo'lmasam, hammaga xayr bolalar.